toki tilshunoslikka ham asos bo'lib xizmat qiladi. Matematikani nima uchun boshqa fanlar bilan bog'laymiz? Uning asosiy sababi bolada tanqidiy fikrlash, muammoli yechimlarni hal qilish va ijodkorlik, ijodiy yondashuvni uchratishimiz mumkin. Bolalar uchun o'yin nafaqat hordiq chiqarish, balki asosiy o'rganish usulidir. O'yin orqali yangi bilimlarni o'zlashtiradilar, yangi ko'nikmalar hosil qiladilar. Nima uchun o'yin o'ynatamiz? Sababi bola tez darsga qiziqadi, diqqatini bir joyga jamlay oladi va darsga bo'lgan qiziqishi ortadi. Matematika bir vaqtning o'zida san'at bilan ham bog'liq bo'lib, masalan, origami san'atini oladigan bo'lsak, bola bunda to'rtburchak qog'ozdan har xil narsalar yasashni o'rganadi va o'zi ijobiy yondashadi. Bundan tashqari, qog'ozni buklash orqali u santimetr, millimetr va har xil shakllarni yasashni o'rganadi. Va albatta, matematikaning jismoniy tarbiya bilan bog'liqligi. Bunda bola harakatli o'yinlar orqali hisoblashni o'rganadi. Masalan, oddiygina sakrash va sanash o'yinini oladigan bo'lsak, bola bir vaqtning o'zida ham sakrab, ham sanaydi va ma'lum bir songa yetganda esa u biror bir narsaga teginadi. Matematikani o'rganishda, o'yin orqali olib borishda biz yangicha metodikalardan foydalangan holda sonlarni o'rganishimiz mumkin. Bu metodimizning nomi tipratikan hisoblanib, unda maqsadi sonlarni bolaga o'rgatish va yodda saqlashga yordam berish, qo'shish va ayirish tushunchalarini o'rgatish hisoblanadi. Bu metodda biz oddiy tipratikandan foydalanamiz. Tipratikanda ma'lum bir sonlar yozilgan va mana bu ushbu qog'ozda esa misollar berilgan. 5 dan 3 ni ayirsak necha? Masalan, 2. Demak, bu yerda 2 yoki boshqa sonlar keltirilgan. Bu yerda esa tipratikalarda javoblari keltirilgan. 2 sonini topib, bola mana bu tipratikanga joylab qo'yish kerak. Bu orqali bolada diqqat, idrok, xotira va hisob-kitob tushunchalari yanada rivojlanadi. Ikkinchi metodimiz bu shakllarni sana metodikasi bo'lib, bu metodikadan maqsad bolalarga sanoqni o'rgatish hisoblanadi. Bu metodimiz biroz soddaroq bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos hisoblanadi va bunda ma'lum bir son va unga tegishli bo'lgan bir predmet berilgan. Bunda bolaga ham sanashni, ham predmetlarni o'rgatishimiz mumkin. Bitta uchburchak bir raqamni ifodalaydi. Ikkita doira ikki raqamni ifodalaydi va mana shu orqali shakllarni ham o'rgatishimiz mumkin. Video darsligim shu yerdan iborat edi.